Allo. Assalomu alaykum. Salom alaykum. Va alaykum assalom. Samandar, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, yaxshi, Xudoga shukr. Qolmadimmi sizni? Yo'q. Ayni vaqtda tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilib, xonadoningizga mehmon bo'lib turibman. Bugungi shukronalik tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin, Samandarbek. Rahmat. Salomat bo'ling. Siz uchun chiroyli bir dalilnomalar kelgan. Tabriklar loyihamizga nima deb o'ylaysiz? Ushbu chiroyli tabriklarni siz uchun kim yo'llagan bo'lishlari mumkin? Meni yaqinlarim ko'plar. Ota-onam bo'lishi mumkin. Mehribon otam bor, otamdan. Albatta. Chiroyli tabriklarni onajoningiz siz uchun yo'llab qoldirdilar. Agar ijozat bersangiz, ushbu omonat tabriklarni sizga o'qib eshitirsam maylimi? Mayli. Unda bizni diqqat bilan tinglang. Bu dunyodagi tayanchim va suyanchim, butun dunyoyim bo'lgan mehribonim bolajonim. Bugungi shukronalik tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Alloh tanajoningni sog' va salomat, umringni mazmunli va xayrli qilsin. Bolajonim, sen mening hayotimda eng katta tayanchimsan. Har bir qadamingda aql bilan ish qilib, o'z yo'lingni topib borayotganing meni juda quvontiradi. Ilohim, oldinda seni katta ishlar, pok niyatlar va baxtli kunlar kutsin. Mehribonim, har qachon orzu maqsadlaringga yetib, o'zing tanlagan vaqtni bilan baxtli va shirin hayot kechirgin. O'g'il-qizing ko'p bo'lsin. Eng avvalo kelajakda farzandlaring o'zingga o'xshagan mehribon va toza qalbli bo'lsin. Bolajonim, Alloh har bir niyatingni qabul qilib, orzu qilganingdan ham ko'proq baxtga yetishtirsin. Yo'llaring doimo ochiq, rizqing esa keng bo'lsin. Seni juda yaxshi ko'ramiz. Boringga behisob shukrlar bo'lsin deya, ayni damda sizni mehribon va jannatga boshlovchi latofatli onajoningiz Zamiraxon opa hamda dadangiz Umidjon aka hamda ushbu chiroyli tilakka yanada yaxshi tilaklar bildirayotgan opa-singillaringiz ham sizni chin qalbdan tabriklab qutlamoqdalar, Samandarbek. Rahmat. Sizning ham ularga chiroyli farzandli so'zlaringiz bo'lsa, marhamat aytishingiz mumkin. Ota-onam baxtli sog' bo'lsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsa, o'zlari niyatlariga yetsin. Xudo xohlasa inshaalloh hojona bo'lish nasib qilsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Opchaman, sening ham baxtingga sog' bo'lsin. Ilohim. Tilaklari ham o'ziga hamroh bo'lsin. Ilohim. Rahmat, xursand bo'ldim. Ilohim aytganingiz kelsin, Samandarbek doimo mana shunday qadrli inson bo'lib, ota-onangizni baxtiga doimo sog' va salomat bo'lib, uzoq yillar baxtli hayot kechirishlik sizga nasib aylasin deb qolamiz. Samandarbek, bugungi tavallud ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Siz bilan yana diydor ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Xayr, salomat bo'ling. Allohga omonatsiz. Rahmat. Xayr, salomat.